Nechinchi yilsiz? 15.05.25. Manzillaringiz? Mustaqillik mahalla. Narpay tumani? Mustaqillik mahalla. Aholi 5 bo'ldimi o'zi? Ya chappasimi? 5 ta. Yo'q, 5. Ha, yaxshi. Bismillah. Qan, aql. Yutining ovqat yutganda. Shunday. Sochingiz to'kiladimi? Xotirangiz yaxshimi? Pasmasmi? Yo'q. Yaxshi eslab qolasizmi? Burningiz bitta turadimi? Orada. Unday ko'p. Faqat shamol bo'lganda. Shirayi qanday yeysiz? Yo'q, unday ko'p emas. Ko'pmas. Yo'q. Hop, gijasi bor. Rejasi. O'tchasida sal dimlanish bor, e'tibor berib qo'yasiz. Burnida ozgina balg'ami bor. To'liq havo yurakchaga kam bo'lyapti. Gemoglobin uncha baland emas. Hemoglobin past. Pastroq yuradi. Yeydi. Endi go'sht bilan gemoglobin ko'tarilmaydi. Immunitetiga ham yordam desa ko'p buni. Keyin zofchasi ozgina kattalashibdi. Zo'ri bormi? Ozgina tashqidan sal bildiryapti. Oyog'ingiz og'rimaydimi? Yaxshi. Nima bezovtalik bilan Bu kelgansiz? allergiya. Qayerda? Mana shu badanimda qichiydi-da, g'ozi bilan qornilaring bir ko'rsa, shu qichinatda eskanlab ashlicha bo'ladi. O't qopi bilan gijasidan. Bu ha. Shunday bilan yuragiga tushadi. O't qopi bilan gijasidan. Shirinlik yemaslik kerak. Shirinlik uncha ham Hot dog, lavash, kola, fanta. Lekin kola, fantalar orada